Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Iltimos videoroligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Lekin bu narsalar Nodirani sira qo'rqita olmasdi. Ajina degan narsalarga ishonmasdi. Qo'rqmasdan ariq xatlab, o'tdi-da so'qmoq bo'ylab keta boshladi. Shu topda ko'ziga hech narsa ko'rinmasdi. Zarda bilan yurib so'qmoq yo'lining yarmini bosib o'tdi. Keyin birdan to'xtab, lippasini paypaslab ko'rdi. Bu nima ekan? Jon holatda do'mpaygan narsani qo'liga oldi. Pulku, qizning ko'zlari yonib ketdi. Shosha-pisha ko'ziga yaqinroq olib keldi. Hammasi mingtalik. Qanday baxt. Endi men boyman. O'lib ketsin o'sha uylari ham. Boshida qolsin onamning. Pullarni g'ijimlab turib, Nodiraning xayoliga bir fikr keldi. Beixtiyor Valini esladi. Orqamga qaytib Valini chaqirsammikan? Ko'nglidan o'tkazdi u. Birga ketarmikan men bilan? Ketib bo'pti. Otasidan qo'rqadi. Hozir tuman markazigacha borib olsam, u yog'im zo'r bo'ladi. Nodira pullarni qaytadan lippasiga qistirdi-da, yo'lida davom etdi. Ko'z ochib yumguncha qishlog'i ham ortda qolib, katta yo'lga chiqib oldi. Endi bu yog'i shoshilmasdan ketaversa ham bo'ladi. Yana qancha yurdi bilmaydi. Kimsasiz ko'chaning narigi tomonida 2-3 nafar yigitlar nimadir qilib o'tirishgan ekan. Nodira hozir to'xtatib qolishlarini sezgan bo'lsa-da, oyoq uchida yurib keta boshladi. Yigitlar shirakayf edi. Bittasi kutilmaganda o'rnidan turib Nodira tomonga tikilib qoldi. "Qara Hoshim, ish shekilli" dedi. Bu sheriklaridan birini turtib, to'xtat." Yigit yugurib Nodiraga yetib oldi. "Yaxshi qiz, yarim kechasi qayerga shoshib ketyapsiz?" Xirillagancha Nodiraning yo'lini to'sdi u. Qiz indamay yo'lida davom etmoqchi bo'ldi. "Qayoqqa? Keling bir pas gaplashaylik." "Yo'limni to'sma" dedi. "Men shoshib turibman. Olib borib qo'yamiz o'sha shoshayotgan yeringizga." Yigit xirillashdan to'xtamay Nodiraning bilagidan tutdi. "Mo'jay yetilibsiz-ku." Orqasini g'ijimlab ezayotgan qo'llar Nodiraning g'ashini keltirdi. Poylab turib yigitning chotiga tepdi. Bezori engashib bir yerda aylana boshladi, lekin sheriklari allaqachon qizning yonida paydo bo'lishdi. 30 metrlar narida paxta dalasi bor edi. Ular ikkovlashib Nodirani mahkam quchoqlashdi, o'sha yoqqa sudrab borishdi. Tepki yegan yigit ham o'ziga kelib sheriklariga yetib oldi. Nodira qancha siltanib chiranmasin, uch yigitning qo'lidan chiqib keta olmasdi. "Hali sen buzuqi bizni tepadigan bo'ldingmi?" deya qizning tomog'idan oldi Hoshim deganlari. "Hozir biz sening esingni kiritib qo'yamiz." Nimadir qilish kerak edi. Jon poni chiqib ketayotgan Nodira ularga yalinishga tushdi. "Jon akalar, men buzuq emasman. Menga tegmanglar. Mana pul beraman sizlarga. Faqat menga tegmanglar." Qon yig'lab lippasini qovlashtira boshlagan Nodiraga qarab yigitlar xoxolab yuborishdi. "Sen qiynalib nima qilasan jonidan?" Kulishdan o'zini tiya olmayotgan Hoshim qizning lippasiga qo'l yuborib, "Kel, pulingni o'zim olib qo'yaman. Tegma, qo'lingni tort hezalak." "Nima hezalak? Eshitdingmi? Meli, hezalak dedi meni. Hozir." Hoshim astoydil Nodiraning ustiga yotib oldi-da, hirs bilan ko'kraklarini eza boshladi. Qolganlari esa u uzatgan pullarni sanash bilan band bo'lishdi. "Qo'lingizni oling mendan. Men buzuq emasman" derdi nuqul Nodira yig'lab. "Hozir baqiraman." "Baqir, qani baqirchi, qanchiq. Kimningdir tagidan chiqib kelyapsan-ku. Tag'in noz qilasan." "Biz seskari qarab turaylikmi?" kuldi Meli. "Uyalmay harakat qilaver og'ayni. Biz borib pivo olib kelamiz. Mana bir dunyo pul bor ekan." Sheriklari ketgach Hoshim battar quturdi. Nodiraning tomog'i bormi, ko'kraklari bormi tishlab tashladi. Qiz baribir ojizlikka bordi. Qilgan qarshiliklarining hammasi behuda ketdi. Qiz hushidan ketgan ekan. Tongga yaqin o'ziga keldi. O'rnidan turdi-yu qo'rqib ketdi. Notanish dalaning etagida yotar, kiyimlari yirtilgan, bo'yinlari momataloq edi. Xudoyo pes bo'lib ulgurlar deya qarg'ana oqsoqlagancha oyoqlari negadir simillab og'rirdi. Yo'l tomonga keta boshladi u. "Endi nima qilaman? Kim edi u yer? Yutkurlar. Nimaga hushimdan ketdim? Pullarim qani?" Nodira shu ahvolda odamlar ko'ziga ko'rinishga or qildi. Orqasiga qaytib ancha vaqtgacha dala kesib yurdi. Har qalay bu yerlarda hech kim ko'rinmas, faqat katta yo'ldan o'tib borayotgan mashinalarning ovozi, o'tkinchilarning baqir-chaqiri eshitilib turardi xolos. Tushga yaqin juda ochiqdi. Ko'zga hech narsa ko'rinmasdi. O'ylay yig'lab tavakkal katta yo'lga chiqdi. Kechasi bilmagan ekan, tuman markaziga kelib qolibdi. U boshini neggancha ketib borar ekan, orqasidan kimdir chaqirgandek tuyuldi. Nodira to'xtadi. "Ha qizim, qayerliksan?" Qarshida o'rta yashar bashang kiyingan, lablari, ko'zlari qalin qilib bo'yalgan bir ayol turardi. "Nima bo'ldi senga? Nimaga kiyimlaring yirtilib ketibdi?" Nodira yig'lab yubordi. Shuncha gapiray desa-da, yig'idan o'zini to'xtata olmadi. Ayol ham ahvolini tushunib, yelkasidan tutib o'ziga qaratdi. "Mayli, uyda gapirib berarsan. Yurchi biznikiga boramiz."
Qiz indamay ayolning ortidan ergashdi. Ular kasalxona orqasi bilan yurib mahallaga kirishgach, ayol darvozalardan biri yonida to'xtadi. "Mana yetib keldik, kir. Uyalmay kiraver." Hovli ko'rimsizgina edi. Ayol Nodirani ichkari uyga boshlab kirdi. Xona ichida bir taxmon ko'rpa to'shak. Bu eski javondan bo'lak hech vaqo yo'q. O'rtada 2 bo'y yetgan qiz pishillab uxlardi. Nodira ayol ko'rsatgan yerga o'tirib ko'zlarini yumdi. Ko'zlarini ochib o'tirishga ham majoli yetmadi. Ayol darrov uxlayotgan qizlarni turg'azib, mehmonning oldiga dasturxon yozdi. Qotgan-qutgan nonlardan ushatib, bir chetda o'chgan piyolada choy uzatdi. "Ol, qorningni to'yg'az." "Yo'q, rahmat." "Olsang-chi, rangingni qara." Nodira biroz tortinib o'tirgach, sekin qo'liga ushatilgan nonni oldi. Nodira qo'shmachining qo'liga tushib qolganini bilmagandi. Sharofat uning ichki kiyimlarini ko'rishi bilan hammasini tushundi. Qizni kimlardir zo'rlagan. Endi bemalol bu qizdan foydalansa bo'ladi. Faqat uydagilar payqamasa bas. "Meni onam haydab yubordi" dedi. Nodira tiniqib uxlab, ancha o'ziga kelib qolgach, "Endi qaytib bu uyga bormayman." Sharofat qizdan haydalishi sabablarini surishtirib o'tirmadi. Shu kuni nozik mijozlarga yoshginasini va'da qilib qo'ygandi. Xudoning o'zi yetkazdi. Ish qilib bu yog'i silliq ketsa bo'ldi. "Menga yaxshilab quloq sol" dedi u, Nodirani yoniga o'tkazib. "Uyingga borishni istamasang, mayli borma, lekin o'zing bilasan, bu dunyoda hech kimni tekinga boqmaydi." "Bilaman. Bilsang endi menikida yurasan, faqat bitta shartim bor." "Aytavering." "Hov, anavi qizlarni ko'rding-a? Ularning ham boradigan joylari yo'q. O'zim asrab olganman. Bilasanmi, ular nima ish qilishadi?" "Yo'q." "Erkaklarni xursand qilib pul topishadi." "Nima? Qanday qilib?" "Kecha seni nima qilishdi bezorilar?" "Bilmadim, zo'rlashdi. Hushimdan ketib qoldim." "Ana ko'rdingmi? Bu yog'iga hushingdan ketmaysan. Bular ish bo'lgan. Endi sen qiz emassan. Xo'sh, shu holingga uylanmagan yigit senga uylanadimi?" "Bilmasam." "Uylanmaydi. Xo'sh, nima qilish kerak?" Hozirgi erkaklarning hammasi bir go'r. Sen yaxshisi men topgan boy erkaklarning qo'yniga kirib, pullarni shilib olasan. Ana shunda biz sen bilan til topishamiz. Istamasang katta ko'cha, bir burda nonga zor bo'lib yuraverasan." Nodira bu gaplarni eshitib qotib qoldi. Nima deb javob qilishga ham tili aylanmadi. Aslida bu taqlid narsalarga unchalik tushunavermasdi. Yuragi hamon o'g'irlik sari talpinardi. Ammo endi qayerga boradi? Ko'chaga chiqsa, kirishi bilan yana qandaydir bezorlarning qo'liga tushadimi? Qarindoshlarnikiga borishi ham befoyda, kiritishmaydi. Onasidan battar ular ham. Ayniqsa o'g'irlik qilib qo'lga tushganini eshitishsa, militsiyaga topshirib yuborishdan ham to'yishmaydi. Nodira o'ylay Sharofatning shartlariga ko'ndi. Qo'shmachi xursand bo'lib ketganidan yonidan pul sarflab qizga yangi ko'ylak lozim sotib olib berdi. Bu kiyim atlasdan edi. Nodira kiyib olsa har qanday erkakning so'lagi oqmay qo'ymasdi. Afsuski, shu kunni mijozlar kelishdi. Nodira Sharofat ko'rsatgan xonaga qo'rqa-pisa kirib bordi. Ichkarida bir yigit o'tirardi. Kelishgan, ammo o'rta yashar, barmog'ida tilla uzuk, bo'ynida tilla zanjir. Qizni ko'rdi-yu, chehrasi ochildi. "U opamiz aldamabdi" dedi u, Nodiraning belidan olarkan. "Qani, xushcham, tizzamga o'tirchi." Erkak uni uzoq vaqt qiynadi. Og'riqdan joni chiqib ketgudek bo'lsa-da, chidadi. Bilmaydi qancha vaqt ustida yotdi erkak. Bir mahal u bo'shashguncha o'rnidan turib tashqariga yo'l oldi. "Chiqib ketmay tur, men hozir." Nodira sekin o'rnidan turib temir karavotga cho'kdi. Shu payt oyog'iga nimadir urilgandek bo'lib pastga egildi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, polda bir dasta dollar yotardi. Aslida dollarni umrida ko'rmagan, kimlardandir eshitgandi. Hovliqib qoldi. Shosha-pisha qo'liga olib pullarni lipasiga joyladi. Shu ko'yi indamay o'tiraverdi. Oradan 5 daqiqalar o'tib erkak yana ichkariga kirdi. Kiriboq atrofni aylangancha nimanidir qidira boshladi. Nodira sezdi. Pullarni qidiryapti, indamadi. "Menga qara, shu yerda bir dasta pulga ko'zing tushmadimi?" so'radi erkak qizga gumonsiragan namo tikilib. "Yo'q, ko'rmadim." "Shunaqa degin, rostdan ko'rmadingmi?" "Aytdim-ku, ko'rmadim." "Sharofat, bu yoqqa kirib keting." Poylab turgan ekanmi, qo'shmachi shu zahoti ichkarida paydo bo'ldi. "Ha, nima gap?" "Pul yo'qoldi, opa, katta pul yo'qoldi." "Voy, men o'lib qo'ya qolay. Hoy Nodira, sen ko'rmadingmi mabodo?" Nodira yo'q degandek bosh chayqab qo'ydi. "Yechin," kutilmaganda buyurdi erkak qizga. "Tez yechin." Nodiraning rangi quv uchib, peshonasi sovuq ter bosdi. "Nimaga? Yechingin, keyin bilasan." U qo'rqib-pisa ko'ylagini yechdi. "Lozimini ham, mana opa, ko'ring. Qizingiz nima ish qilgan?" Erkak lippadagi bir dasta pullarni olib Sharofatga ko'z-ko'z qildi. "Bu o'g'ri ekan-ku, opa. Kimni qo'ynimga solib qo'ydingiz?" "Hali shunaqamisan?" Nodiraning tepasiga keldi Sharofat. "O'g'rimisan hali? Voy qanchiq, sharmanda qildi-ku bu."
Nozimjon uka, kechiring. Men buning adabini berdiraman hali. Faqat siz kechiring uka. Men bu qanchiqqa ko'rsatib qo'yaman o'g'irlik qilishni. Sharofat ko'rsatib qo'ydi. Shu kechasi Nodirani 3-4 yigit o'lasi qilib kaltaklashdi. So'ngra nafslarini qondirishdi. Ta hushidan ketmaguncha zo'rlashdi. Sharofat uning qayerdan ekanini o'zidan so'rab bilib olgandi.